Auzubillahiminesh-shaytonir-rojim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah, Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud salovatlar, salomlar bo'lsin. Xom sut ichishlikda inson organizmiga foyda tomonlari xususida suhbatlarimiz ketayotgandi. Alloh taolo qodir qilganicha yana davom ettiramiz. Oshqozon osti beziga ta'sir doiralari. Sut Alloh taolo tomonidan berilgan juda katta bir ne'mat bo'lib, mana hazm masalalari, oshqozon osti bezi holatiga, ish faoliyatlariga ta'sir doiralari o'ta yuqori bo'ladi. Masalan, pankreatinlar, oshqozonga taalluqli bo'lgan narsalarda hammasini nimadan olishadi deyiladigan bo'lsa, cho'chqani so'lagidan oladi. Bilasizlar, cho'chqani so'lagidan oladi. Mezin, trizin, baloin, battarin nimaiki bo'ladigan bo'lsa cho'chqani so'lagidan. Undan tashqari mana insulinlar cho'chqani so'lagidan. Xo'sh, nima uchun endi cho'chqani so'lagidan deyiladigan bo'lsa, Alloh taolo cho'chqaga shunaqangi bir so'lagiga shunaqangi quvvat berganki, har qanday iflosli, har qanday holatni pachaqlab tashlaydiganda, shuning uchun bundan olishadi. Olib turib, bu vaqtinchalik kasallikni davolamaydi. Ushlab turishlik, aldashlik. O'shin bilan parchalab turishaveradi. Insulin bilanda. Xo'p, buni bir halol uslubiyati, halol yo'li yo'qmikin degan savol bo'lib qoladi insonda. Albatta bor. Albatta bor. Xo'sh. Mana molni suti, molni suti, echkini suti, xo'sh, qo'yni suti, endi qo'yni suti bizda sizcha kamroq iste'molda, keyin tuyani suti, sut mahsulotlari. Endi ularda ham alhamdulillah Alloh taolo shunday qilib berdiki, u sut qayerdan keladi? Qanaqa? Qanday? Bu alohida bir stanoy, alohida yo'nalish bormi? Yo'q, hammasi qondan olinadi. Qon bu narsani umumiy holati qon holatlarni yumshatib berishlik, suyultirib berishlik, ovqatlarni hazmga tayyorlab berishlik, bular hammasi oshqozon osti bezi. Oshqozon osti bezi bu narsani chiroyli qilib tayyorlab turib, qonni qon holatiga qilib beradi. Biznikini ham biz birinchi hazm hisoblanamiz. Ikkinchi hazm bo'lgan, hozirgi aytganimizda mol, qo'y, tuya, echki, bularnikini ham ularga ikkinchi hazm qilib beradi. Nima? Tayyor hazm doirasiga bemalol hazm bo'ladigan suyultirib, jigarlariga, abrabotkaga tashlab beradi. Ular chiroyli holatlarda mana abrabotka ularga ham bo'ladi, bo'lib nima bo'ladi? Qon bo'ladi. Qondan keyin nima bo'ladi? U sut bo'ladi. Sut bezlari uni chiroyli holatlarda ishlab chiqarib beradi. Tushuntirildimi? Sut qilib siz bilan biz uchun ichishlikka yaroqli, Alloh taolo halol qilib qo'ygan, pokiza, foydali, ish kayfiyatlari yuqori bo'lgan, Alloh taolo kitobida aytgandek ko'p foyda bordir degan holatga tushadigan mahsulotni siz bilan bizga chiroyli holatlarda yetishtirib beradi. Xo'p. Cho'chqani so'lagi nariyoqqa tashlaymiz, nariyoqqa qo'yamiz cho'chqani so'lagini. Xo'sh, molda ham ikkinchi hazm bo'lyapti. Bo'lib turib, undagi holatlarimiz o'ta yuqori darajada sutni Alloh taolo aytgandek biz uchun ko'p foyda bordir degan holatlarda uni ham oshqozon osti bezidan chiroyli mana qon holatlar hammasi mana tashkil topilanyapti, pishirilyapti, mana insonlarga oxiri tashlanyapti. Mana sut bezlari chiroyli holatlarda siz bilan bizga ichadigan mahsulot qilib beryapti. Xo'p. Endi bu siz bilan biz oshqozon osti beziga foydalanishligimiz uchun
halol, pokiza, asorat tashlamaydigan, foydali ish koeffitsiyenti yuqori, keyin yarim ishlov berilgan pankreatin hisobida yarim ishlov berilgan bu narsa. Oshqozon osti bezi sigir allaqachon ishlovini berib turib, u narsani alda bizga beryapti. Xo'sh, endi yarim ishlov berilgan unda bo'lyapti, ya'ni ikkinchi hazm. Ya'ni ikkinchi hazmdagi holatlar ham nima bo'ladi? O'ta kuchli holatlarda bo'ladi. Tushuntirildimi? O'ta kuchli holatlarda. Siz bilan biz foydalanish darajalarimiz ham nihoyatda bir kuchli holatlarda bo'ladi. Nima bo'lyapti? Siz bilan bizda o'sha cho'chqani so'lagidan oladigan har qanday preparatni bosib sindirib qo'yadigan, ham dunyoyi ham oxiratimiz uchun Alloh taolo ko'p foyda bordir deb ichadigan bo'lsak, ajri savobga Xudo xolasa erishadigan sutni tarkibida siz bilan bizga undan ko'ra ziyodaroq holatdagi sistemamiz ham davolanishligiga, ham holatlarimizga chiroyli holatlarda ishlov beradigan darajada mahsulot tayyor bo'lib kiryapti. Tushuntirildimi? Endi bunday odam oshqozon osti bezida nuqsoni bor odamlar qanday bundan foydalanadi? Xo'sh, aytamiz 80% bel tomondagi shikastdan. Xo'sh, bel tomondagi shikastdan oshqozon osti beziga berishlik bormi? Bel orqa miyadan to dumg'azagacha orqa miya hisoblanadi. U yerdan oshqozon osti beziga bormi? Ta'sir doira bo'lyaptimi? Shikast. Arqa miyamizni shikasti bizdagi sistemamizdagi chiqariladigan mahsulotlarni buzilib qolishligiga sabab bo'ladi. Etdan bo'ladigan zamikaniya desak, endi sal tushunasizlar. Ya'ni shikast bo'lib turibdi, o'sha ma'lum bir joyga beryapti. Masalan, katta sim kelyapti, telefonda simi kelyapti-yu, bir joyda guppida urilib qolgan joyi bor. Endi nima bo'ladi? Kimi simi urilgan bo'lsa, ashina telefoni ishlamay turadi. 50 ta ichidan kichkina kabelchalar o'tyapti, kichkina haligi nima deymiz, haligi simlar, rangli simlar o'tyapti. Kimi xonadoniki bo'ladigan bo'lsa, urilib haligi joy shikast olsa, haligi narsa haligi odamnikida ishlamay turadi. Endi dumg'aza shikasti deymiz. Asab chiganlarining markazlari dumg'azada joylashgan bo'lib, bel sistemamizda olingan ma'lum bir shikast oshqozon osti bezinikiga berib turibdimi? Demak, unda ishlov darajalari chataq bo'lib qoladi. Tushuntirildimi? Ishlov darajalari chataq bo'ladi, teskarisiga buzilishga to'g'ri kelib qoladi. Oshqozon osti bezi nima qilib beradi desa, oshqozon osti bezi mikroorganizmlarni ishlab chiqarib beradi bizga. Har bittasi yerdagi so'la deymiz, millionlagan, milliardlagan mikroorganizm bo'lib, hujayrani olib o'zi bilan olib borib turib, har bir nimani olib moddalarda ozuqani olyapti-yu, ozuqani olyapti, olib borib turib hujayralarga joylayotgan oshqozon osti bezi so'lagimiz bo'ladi. Tushuntirildimi? Qon bo'linyapti, olib turib, o'sha narsani joy-joyiga joylab kelyapti sistemaga. Tushuntirildimi? Endi bundagi holatlar tuzalgan, chiroyli holatlarda bo'lsa, xo'p. Endi bundagi buzilish bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi deyiladigan bo'lsa, oshqozon osti bezi so'la ajratilyapti. Ish faoliyati chataq. Qand moddalar, quvvatlar hujayralarga borib joylashmayapti. Endi bunda nima bo'ladi deyiladigan bo'lsa, endi bunda quvvat, qand moddalari tinib qoladigan bo'lsa, qo'l, oyoq uchlariga cho'kinda bo'ladi. Tushuntirildimi? Bunda nima hosil bo'lsa, gangrena, chirishli holatlarigacha kelib qo'yadi. Tushuntirildimi? Endi qarangki, bizda mana arqa miya tomondan kelib turib, tangamizga olib kelib, bunday mana umurtqalarimiz deymiz-da, umurtqalarimiz ulangan joyi.
oddiy shu umurtqalarimiz ulangan joyini o'zi juda katta obработка qilib beradi, qonda pishirib beradi. Tushuntirildimi? Sistematik holatlar hammasi o'zini vazifasini zo'r bajarishga juda katta rol o'ynaydi bu tinka. Tushuntirildimi? Shuning uchun odamlar eshitasiz, va tinkam quridi, tinkam uzildi, madorim bo'lmayapti, yurolmayapman, o'tirib qolyapman, hasirab qolyapman. Ha desa, modda yetishmovchilik 2 qadam tashlaydi, o'tirib oladi. Sistema ilik ko'chirish kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak. Yo'q. U sistemani chiroyli holatda isloh qilinsa, yana joy-joyida ishga to'g'radi. Tushuntirildimi? Endi ma'lum arqa miyani o'zidan boshqaruv holatida ketayotgan, ta'minot holatida ketayotgan tinkadan pishgan qonlar kelinyapti. Boshqaruv holatida arqa miyadan ketibdi, rabochiy miyadan oshqozon ostiga berib ketayotgan boshqaruvdagi asab sistemamizda urilish holat bo'lganligi uchun iyog'ida zamikani berib yuboryapti. Nima bo'lyapti? Ishimiz chataq bo'lyapti. Shu bilan sahar oshib ketyapti. Endi buni 80%ni hozirgi aytganimizdek belshikaslardan beradi. 20% oshqozon osti bezini o'zini buzilishi-yu, miya sistema, bosh miya sistemasidan berishligi. Tushuntirildimi? Qolgan 80% bel tomonidan beriladi. Xo'p. Endi sutni ichish tartibimiz qanday bo'ladi? Oshqozon osti beziga ichish tartibimiz shunday bo'ladiki, asal muolajalardan foydalaniladi. Asal muolajalari ularni mindard muolajalarigacha berilgan. Sahir odam mindard muolajasini qanday qiladi degan savolga ham javob berganmiz. Sahir odamni mindard muolajasini berganimiz bor. Mabodo bu kanallarda bo'lmasa, bizi zahiralarda bor u narsalar. Tushuntirildimi? Terabaytlarda turibdi. Endi bu odam qanday qiladi deyiladigan bo'lsa, xo'p, 1 qoshiq solinadi. Yarim litr suvga 2 qoshiq emas, 1 qoshiq asal solinadi, 5 soat oldin ichilinadi. Yana 1 qoshiq solinadi kechqurungisi. Ovqatdan 5 soat keyin yotish paytida ichilinadi. 1 qoshiqdan. Qolgani 2 qoshiq bilasizlar, mindard muolajaligini. Endi undan tashqari ovqatdan oldin, ovqatdan keyin ichadiganlarida farq qilmaydi. Piyoladagi dog' suvga bitta choy qoshiqda asal, yarmini oldin, yarmini keyin. Yarmi ishtaha uchun, yarmi hazm, haydab yuborishlik uchun. Tushuntirildimi? Shunday holatda davom ettiriladi. 21 kun tevasida bo'lgandan keyin, xudo xolasa, xom sut ichish tadbirini boshlasa bo'laveradi. Tushuntirildimi? Xom sut ichish tadbirini boshlasa, nihoyatda tez holatlarda natija oladi. Mindard muolaja qilinyapti, yo bo'lmasam kosadagi dog' suvga bittadan osh qoshiqda asal 3 mahal ichilinyapti. 3 mahal. 300 grammligiga bittadan osh qoshiqda. Sahir odam 3 mahal ichyapti, ovqatdan 2 soat oldindan, eng kam 2 soat. 3 soat, 4 soat, 5 soat ham bo'laveradi. Endi ichyapti, bunda ham tozalov holatlari ketilinyapti. Endi undan tashqari asab sistemasini yumshatishlik uchun 1 kunda yumshatib beradi. Hamdonpista undan foydalanilyapti. Yoshiga qarab 1 donadan tortib to 11 donagacha 3 mahalda. Endi undan tashqari bo'yindijiga, belga, umurtqa bo'ylab asal qo'yishlik. Tushuntirildimi? Undan tashqari mabodo belda dast ketib qolishlik holatlari, siljishlik holatlari, dumg'aza chiqish holatlari bo'ladigan bo'lsa, ularni suyaklar chiroyli holatlarda sozlanyapti, sozlab qo'yilib asal muolajalari qilinyapti. 21 kun holatidan keyingi holatda iste'mol qilishligi oshqozon osti bezi uchun nihoyatda foydali ish koeffitsiyenti yuqori. Endi buni ichish tartibimiz qanday bo'ladi? Shunday holatda bo'linadigan bo'lsa, yoshi katta odam bo'ladigan bo'lsa 3 mahal. Tushuntirildimi? Sut 3 mahal 300 grammlik chiniga quyilgan holatda yangi sog'ilgan sutni 3 mahal iste'moli xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'laveradi. Endi holat darajasiga qarab miyanikidan beryapti, u 2 oy 3 oylar vaqt ketib qoladi unga. Endi unikiga qanday bo'ladi deyiladigan bo'lsa, unga 2 mahal ham kifoya qiladi. Tushuntirildimi? Holat quvvatiga qarab turib 1 mahalini ham kifoya qiladi.
qarab turib, yog'i normativni ushlab ketishligiga qarab turib, holat sonini ko'paytiraveradi. Tushuntirildimi? Endi unda ham xom sut hozirgi aytganimizdek har qanday hozirgi doriga o'tirganlarimiz bor-ku. Nima deydi uni? Sahilda o'tirib olgan dori, cho'chqani insulinlar. Shu insulinlarni hammasiga dam berib yuboradi. Tushuntirildimi? Bu o'zini oshqozon osti bezini chiroyli holatda normativ ushlashlikka, keyin bizdagi sutdagi shunaqangi bir holat o'zi shundoq ham bir qator obработка bo'lib kelinyapti ikkinchi hazmdan. Obработка bo'lib kelinyapti. U siz bilan bizdagi hujayralarga olib borishlik kerak bo'lgan quvvatlarni olib borishlikka chiroyli o'zini yo'lini bajarib qo'yaveradi. Tushuntirildimi? Bu degani nima degani desa, bitta odamni qo'yi, masalan, to'y bo'lyapti deylik va biz qishloqlarda to'yi deylik. Ana falonchi unga yugur, falonchi bunga yugur. Ha desa bitta o'rtog'i ofitsiant bo'lib ishlaganlardan 10 tasini olib kelib tashab qo'ydi xizmatga. Nima bo'ladi desa, voy xizmatda вообще yengillik bo'lib ketadi. Hammasi choyiga ham, boshqa bo'lagiga hammasiga qilib qo'yadi. Oson, xuddi o'shanaqangi narsa bo'ladi sutdagi. Tushuntirildimi? Ta'sir doiralari nihoyatda yuqori bo'ladi. Sistemamizdagi joy-joyga olib borib qo'yishliklar, xudo xolasa, normativ holatda ish olib boradi. Shu bilan xudo xolasa, bir qaytov, ikki qaytov, uch qaytov, 1,5 oydan dam olib, xudo xolasa, insonda organizm tinni holatda ishlaydigan bo'ladi. Bu qand modda, sahar, diabet deysizlarmi? Bu narsa o'zi sog'lom odamda ham o'zi 4 dan 12 gacha bo'laveradi. Tushuntirildimi? 12 dan 15 gachasi, 10 dan 15 gachasi beldiki bo'ladi. 15 ta tepasi miyanikidan to 30-40 gacha chiqib ketishligi. Miyanikidan keyin oshqozon osti bezini o'zini kasalidan bo'ladi. Tushuntirildimi? Bu shunaqangi bir nima olib degan bo'lganligi uchun, sistemada mikroorganizm bu yerda yetilib chiqqanligi uchun oshqozon osti beziga tiq tekkizib bo'lmaydi. Tushuntirildimi? Tiq tekkizib bo'lmaydi. Biz vojib sunnatlar bilan bu narsani to'g'rilaymiz. Mabodo avariya bo'ldi, oshqozon osti bezi yorilib ketdi. Bunda nima qilinadi? Deyiladigan bo'lsa, yorilib ketsa, zudlik bilan asal iste'moliga o'tiladi haligi inson. Zudlik bilan asal iste'moliga o'tsa, Alloh taolo Qur'oni Karimda asal nimaki kerak bo'lsa organizmga, xuddi o'sha narsani shifo manbai, o'shanga qarab ketilinadi. Oshqozon osti bezini zudlik bilan o'zini holatlarini tiklashlik, yopilishlik, et o'nishlikka juda katta xizmat qilib beradi. Tushuntirildimi? Ko'p oshqozon osti bezi bo'yicha muammo, shunaqangi holatga uchraganlarni hayotini saqlab qola olmay qolamiz. Ha desa, biz aytgan narsalar hammasi esidan chiqadi, qoladi. Doktorga olib borib yotkizib qo'yadi. Picha vaqt o'tgandan keyin o'sha olamda o'tish holatlari kuzatiladi. Asal to'xtovsiz holatda beriladi, oshqozon osti bezini tiklab qo'yadi. Tushuntirildimi? Xudo xolasa. Savollar bo'lsa beringlar. Tushunarli bo'ldimi? Yaxshi, bo'lmasa bugungi yakun qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.